6 ta xolam bor. 4-xolam egizak qizchalarning onasi. Qizchalar taxminan 2 yosh paytida qarindoshlar yig'ilib toqqa dam olgani borgandik. Eng mazza qilgan paytlarimizdan biri edi. Chiroyli manzara, mazali ovqatlar mayli-yu, kichkina jiyanlarimni mazza qilib erkalab o'ynatardim. Faqat shu qizchalar Fatima, Zuhra xolamning ko'ylagini etagidan ushlab olib, umuman ajralmasdi. Hech kimga bormasdi ham, ko'nmasdi ham. Qayerga borsa ham qizchalar etagini ushlab olib birga borardi. Men jahlim chiqqandi. Xolamga dam olgani ham, aylangani ham bermaydi bular deb. Xola, gapiring qizlaringizga, urishing mundoq ko'nsin boshqalar ham desam, axir kam ko'radi-da sizlarni deb kulib qo'ya qolardi. Qolgan hech qaysi bolacha yig'lamasdi ham, begona ham qilmasdi. Ishonasizmi, o'sha tanqidim uchun hozir javob beryapman. Qizim uyda juda ham bosiq, erkin, lekin qarindoshlar yoki dugonalarim orasiga borsak mendan ajralmaydi. Hech kimni bolamga gapirishni ham, qarashni ham istamaydi. Bolachilar bilan ham o'ynamaydi. Har safar shunaqa voqea bo'lganda o'sha tanqidim esimga tushadi. Senga nima deya Visola o'shanda fikr bildirib deb o'zimni koyiyman. Tanqid qilishda juda ham ehtiyot bo'ling, boshingizga tushadi. O'shanda menga nima edi deb xafa bo'lib o'tirasiz menga o'xshab. Grov 29-kun. Hammaga rahmat.